Assalomu alaykum, qadrli hamkasblar. Bugun biz sizlar bilan Design for Factory dasturida generatorlarning, ya'ni sinxron generatorlarning Aver va Extension sistemi modellash haqida video dars olamiz. Bu part 2 bo'ladi. O'tgan darsda birinchi qismda biz sinxron generatorlarning Extension sistemi haqida gaplashgandik. Bugun o'shalarni ajralmas qismi bo'lgan Aver qismi haqida, ya'ni avtomatik bo'luvchi regulator haqida video darsi olishga harakat qilamiz. Xo'p, dastlab bu darsni boshlashdan oldin o'tgan part 1ni bir takrorlab olsak yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Sababi oddiy va qisqa tushuntirish maqsadida. Ya'ni biz bilamiz, generator chiqishida shu qismda generatorlarning metering sistemasi ham bo'ladi, ya'ni kuchlanishni, tok kuchini, chastotani, xullas elektr energiyani asosiy parametrlarni hisoblaydigan qismi ham mavjud. Bundan tashqari, hop, ushbu qismda Aver uchun bog'langan qismi ham bo'ladi. Ya'ni kuchlanishni, generatordan chiqayotgan kuchlanishni, ya'ni generator stator qismidagi kuchlanishni doimiy o'lchab turadi. Buni sababi, agar generator chiqishdagi kuchlanish tushib ketsa ko'tarish, baland bo'lib ketsa tushirish maqsadida. Bu hop, bu qanday ishlaydi? Hop, bunda generator nominal kuchlanish doimiy o'lchab turiladi, ya'ni mana bu qismdagi kuchlanish. Bunda hop, nima bo'ladi? Nominal kuchlanish bilan o'sha vaqtda, ya'ni oniy vaqtdagi qiymati bir-biriga taqqoslanadi va o'rtadagi farq orqali generator chiqishidagi kuchlanishni rostlash uchun Aver exciterga signal jo'natadi. Ya'ni qanday? Masalan, tasavvur qiling, ushbu qismda, ya'ni generator chiqishida kuchlanish tushib ketdi. Ya'ni tizimdagi kuchlanish tushib ketdi. Nominal qiymatdan past qiymatda turibdi. Bu paytda Aver exciterga rotorga berilayotgan tokni oshirishni signal qilib jo'natadi. Ya'ni oshirishligini signal sifatida yuboradi, ya'ni oshirish kerakligini. Xo'p, va exciter rotorga berilayotgan tokni oshiradi va natijada sinxron generator chiqishidagi kuchlanish yana nominal qiymatga erishadi. Endi tasavvur qiling, agar sinxron generator chiqishidagi kuchlanish oshib ketdi. Bunda ham Aver oshganligini sezadi, ya'ni error nominalga nisbatan taqqoslab ko'radi va qancha farq qilganligi haqida exciterga yana signal jo'natadi. Oshib ketganda ana endi aytadi exciterga, san rotorga berilayotgan tokni qiymatini kamaytir deb, va rotor exciter rotorga berilayotgan tok qiymatini tushiradi va yana generator chiqishidagi kuchlanish nominal qiymatga erishadi. Xo'p, endi buni biz designda modellashtirib ko'ramiz. Mana vaqt tejash maqsadida oldindan yig'ilgan kichkina modelni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda sinxron generator 12 MV'lik, ya'ni 12 megavolt amperlik. Hop, ikkita load, ya'ni ikkita yuklama, load 1-2 va voltaj source. Bunda hop, biz generatorni asosiy parametrlarni ko'rib chiqamiz. Mana kuchlanish bu, cosinus, ya'ni
power factor mana bunaqa, load flowda mana bunaqa. Aktiv va bu reaktiv quvvat qancha ola oladi va qancha bera olish. Short circuit bo'yicha ham xuddi shunaqa. RMSni mana shunaqa ma'lumotlarni bo'yicha to'ldiriladi. Buni asosan ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etiladi bu ma'lumotlar. Va shu asosda generator dinamik modeli yig'iladi. Bunda ko'rishingiz mumkin, ushbu qismda mana dinamik model. Bu generator dinamik model bor. Hop, bunda asosiy qismlar generatorning o'zi, excitation system, ya'ni o'sha qo'zg'atish tizimi, governor, bu haqida PSS, Power System Stabilizer haqida keyingi darslarda batafsil ma'lumot beriladi. Bizda asosiy qism hozir mana bu AVR qismi. Bunda ushbu turdagi AVRdan foydalanilgan, ya'ni EEE Type AC1A excitation systemdan foydalanilgan ushbu generator uchun qo'zg'atish tizimi, ya'ni AC. Hop, bunda bizga kerakli bo'ladigan narsalar birlikda kes qilib ko'ramiz va qanday ishlashini ko'ramiz bu tizimni. Hop, dastlab bu uchun bitta kes yaratib qo'yganman, ya'ni normal holatda ushbu ko'rinishda bo'ladi load flowimiz, ya'ni ushbu ko'rinishda ishlab turibdi deb tasavvur qilamiz. Load 2 qiymati 5 megavat, reaktiv qiymati esa 2 megavatni tashkil etadi. Load 1 tizimdan uzilgan holatda turibdi va kes shundan iborat 5-sekundga kelib load 1ni ham sistemaga ulash. Biz bilmaymiz. Tizimda har xil o'zgarishlar bo'ladi. Masalan, loadning uzilishi yoki load to'satdan yuklamaning oshib ketishi yoki to'satdan qo'shimcha yuklama tizimga qo'shilishi mumkin va bu kesda to'satdan yuklama qo'shilishini ko'rib chiqamiz. Ya'ni 5 megavat, 1,5 megavat quvvatga ega bo'lgan yuklama. Hop. Bu analizni olish uchun biz LMS toolsdan foydalanamiz. Shundan simulation LMSdan va dastlabki 40 sekundni ko'rib chiqamiz. Nima bo'ladi? Mana. Hop. Birinchi grafikimiz excitation voltage, ya'ni generatorning excitation'dagi kuchlanishni ko'rish mumkin. Ikkinchisi excitation'ni rotorga berayotgan tokini. Mana bu grafikda esa o'sha generator chiqishdagi kuchlanishni. Bu esa generatorning ishlab chiqarayotgan aktiv va reaktiv quvvati. Mana bu esa voltage sourcening kuchlanish qiymati. Mana bu esa ishlab turgan generatorning tarmoqqa nisbatan qanday burchak ostida ishlayotganligi, ya'ni rotor angeli. Hop. Menimcha mana shulardan iborat. Mana bu voltage magnitude. Mana bu ikkalasi bir xil. Uchun ushbu grafik topib tashlaymiz. Hop, mana yaqin ko'rishim mumkin bu yerda. Hop. Mana dastlabki holatda mana bu ko'rinishda edi. Bu yuklama qo'shilmagan edi tizimga. Mana bu qismga kelib, ya'ni 5-chi hozir. Hop. 5-sekundga kelib yuklama, ikkinchi yuklama ham tizimga qo'shildi. Va buni tahlil qilishimiz mumkin. Tizimga yuklama qo'shilgandan keyin generatorning terminaldagi kuchlanish tushib ketadi. Mana ushbu qismda generator kuchlanishi tushganligini ko'rishimiz mumkin. Mana 1 periodda turuvdi. Kuchlanish qiymati ushbu 0.9895 periodgacha tushib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Va bunda nima bo'ldi? Yuklama qo'shilgandan keyin yuklamamiz ham aktiv ham reaktiv quvvatga ega. Shuni hisobiga generator terminaldagi kuchlanish tushib ketdi va bunda AVR buni sezdidan keyin exciterga terminal rotorga berilayotgan tokni oshirish kerakligini signal berdi va mana bu 2-sekundda, mana 5-sekundda
beshinchi sekundga kelib e, rot- generator rotorga berilayotgan tok qiymati mana oshdi. Mana bu tok qiymati oshgandan keyin excitationdagi voltaj ham bunga nisbatan e, oshadi. Va mana bu qismda ko'rib turibsizmi mumkin. Ushbu qismda mana bu qismda tekst ketgan grafik va bunga mos ravishda mana bu qismda ham mana bu yerdan bu yergacha ham generator excitation'dagi voltaj ham stabil holatga qaytgan. Va yana nima bu yerda ko'rishingiz mumkin. E, Mana generatorning 906 megawatt aktiv quvvat ishlab chiqarmoqda. Chiqarish imkoniyatiga ega. Va ushbu qismda ya'ni 5-sekundda 5-sekundda mana 5-sekundda yuklama qo'shilgandan keyin mana generator ham aktiv va reaktiv quvvatini ham oshiryapti mana. Ya'ni qo'shimcha yuklama qo'shilgandan keyin generator ya'ni elektr energiyaga bo'lgan talab oshgandan keyin generator ham ishlab chiqarishini oshirmoqda. Mana shu ko'rinishda ko'rishimiz mumkin. Umumiy holatda ya'ni yuklama oshishi yoki tushishiga qarab generator chiqishidagi kuchlanish ham o'ynaydi. Shu sababli bunga ta'sir javob sifatida ushbu grafiklarni ko'rishimiz mumkin. Endi ikkinchi case qilib ko'rishimiz mumkin. Bu yerda hop tasavvur qilamiz. Ushbu taraf, ya'ni ushbu qism sistema, ya'ni generatordan tashqari, generator, transformator, yuklamadan tashqari bu grid deb tasavvur qilamiz. Va gridda kuchlanish o'ynashi, ya'ni mana bu qismda kuchlanishning tushishi, oshishi yoki normal holatga kelishini bir analiz ko'rsak ham bo'ladi. Buni ham oldindan yasab olganman. 2-sekundga kelib ushbu shinada kuchlanish 0.9 per unitga tushib qoladi. 8-sekundga kelib esa ushbu shinadagi kuchlanish 1/1, ya'ni kuchlanish oshib ketadi. 14-sekundga kelib esa 1 per unit, ya'ni nominal qiymatga erishadi. Ushbu holat uchun generator o'zini qanday tutadi, ya'ni AVR tizimi qanday ishlashini hozir ko'rib chiqamiz. Yana dastlabki 40 sekundni ko'ramiz. Mana. Mana bu voltaj source'imizda kuchlanish mana bu aytib o'tganimdek 2-sekundga kelib 0.9 per unitga tushadi kuchlanish. 8-sekundga kelib kuchlanish 1/1 per unitga chiqib oladi. 14-sekundga kelib esa yana nominal qiymatiga qaytadi deb tasavvur qilamiz. Ya'ni gridda kuchlanish o'ynashiga generatorning ta'sir javobi qanday bo'ladi? Mana burada grafiklar analiz qilsak bo'ladi. Mana masalan 2-sekundga kelganda kuchlanish tushib ketyapti. Kuchlanish tushgandan keyin excitation current, ya'ni rotorga berilayotgan tok yana oshirilmoqda ushbu qismgacha. Va 8-sekundga kelgandan keyin kuchlanish birdaniga oshib ketmoqda. Kuchlanish oshgandan keyin generator reaktiv quvvatni tushirishi yoki kerak bo'lsa iste'mol qilish kerak. Ya'ni tizimda kuchlanishni nominal holatda ushlash uchun. Shuning uchun mana rotorga berilayotgan tok qiymati tushyapti. Bunga monand tarzda excitationdagi voltaj ham o'zgarmoqda. Mana. Hop, endi generator temidagi kuchlanish qanday qanday bo'lmoqda shu paytda, ya'ni bu ssenariylarda, ushbu keyslarda. Masalan, bunda ham mana 2-sekundda kuchlanish 0.9 ga tushyapti, lekin generator shinasidagi kuchlanish 0.93 ga, ya'ni 0.9 ga tushmayapti. Sababi ushbu qismda 0.9 ga tushyapti. Bu yerda esa
0.9 ga tushmay sababi bu ham reaktiv quvvat ishlab chiqaradi, ham 0.9 ga tushadigan qism oralig'ida transformator borligini ham hisobga olishimiz kerak. Va yana o'sha holat mana hop 8 sekundda 1/1 periodga chiqyapti. Bunda 1/1 dan oshib ketadi. Sabab bu yerda 1/1 period bo'lganda kuchlanish qiymati bu yerda generator reaktiv quvvat ishlab chiqarayotgan bo'ladi. Shuni hisobiga 1/1 dan baland bo'ladi. Va mana bu 14-sekundga kelganda yana griddagi kuchlanish 1 periodga, ya'ni nominal qiymatga tushganini ko'rish mumkin. Shunga monand tarzda mana generatorimiz ishlashi ham, averni ishlashi ham mana bu grafiklardan qanday bo'layotganligini ko'rishimiz mumkin. Xullas, bu paytda mana 0.9 ga tushganda generatorni aktiv va reaktiv quvvati bo'yicha ham bir ko'raylik, grafik tahlil qilaylik. Hop, 2 sekundda 0.9 ga tushganda mana generator boshida 0.25 62 MHz reaktiv quvvat ishlab chiqarayotgani, kuchlanib tushganligi uchun bu birdaniga ta'sir javob qilib reaktiv quvvat ishlab chiqarishini oshirdi. Ya'ni ushbu qismgacha chiqdi, mana 9 gacha. Endi hop 8-sekundga kelganda esa generatorda tizimdagi kuchlanish 1/1 periodga yetdi. Shu paytda mana generator 0 ga kerak bo'lsa reaktiv quvvat iste'moliga o'tib ketdi. Chunki tizimdagi kuchlanishni rostlash uchun va 1 periodga tizimdagi kuchlanish yana dastlabki holatga, ya'ni nominal qiymatga erishganda esa yana dastlabki holatiga qaytdi. Mana aktiv va reaktiv quvvati ham shunaqa bo'ldi. Hop, endi biz generatorning boshqaruv tizimini ham tekshirinib ko'rsak bo'ladi. Nimalarni tashkil topgan? Mana bu generatorning blok sxemasi. Dastlab mana measurement bahsi, ya'ni o'lchov qismi va oil o'yil, ya'ni agar oil o'yil nima? Oil bu over exciter limiter, ya'ni ortiqcha excitation bermaslik uchun generatorga. O'yil esa under excitation limiter, keragidan pastga tushib ketmaslik uchun bu ikkalasi chegarani ushlab turadi. Exciterning chegarasi, ya'ni averda. PSS Power System Stabilizer bu ham generatorning asosiy qismlaridan hisoblanadi. Buni keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Alohida governor ham xuddi shunaqa generatorning asosiy qismlari bu hisoblanadi. Endi bu bloklarni har bittasini o'zini ichki tuzilishi bor. Masalan, oddiy averni ko'rinishini ko'rishingiz mumkin ushbu qismda. Ya'ni logic qismi, hisob-kitoblarni qanday amalga oshirish kerak bo'ladigan qismi. Mana shuncha elementdan iborat bo'ladi. Xullas, menimcha aver va exciter hammaga tushunarli bo'ldi. Yana qanaqadir ma'lumot yoki savol sizda tug'iladigan bo'lsa, video ostida o'z fikrlaringiz, kommentlaringizni bildirib qolishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.